Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar, hurmatli obunachilar. Yine keyingi ishimiz Qo'shko'pir G'azovat qishlog'iga qo'yildi. Seksionli darvoza ko'rishlaringiz mumkin. Yine içan tarafdan görünüşü. Sensorlar ham qo'yildi, hammasi как положено. Kimda shunday xizmatlar kerak bo'lsa, kema murojaat, pastdagi nomerga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Yine ichkari tarafdan görünüşü germetichniy bo'ladi bu darvoza, seksionli darvoza. Görüşleriniz mümkün. Motorları ideal derecede ishlab turibdi. Kvadratini $250 ishlab olib borib ustanovka qilib beramiz. Kattaroq bo'lsa kelishamiz.